Dağlık Vankong Tokaşkan bilen Osman Ağa'nın kışık geldik valla. Oy. Ya kim çıkılmaydı ki ne bu? Ya taşlap baktım gangojma ama çıkılmaydı ki yazın kalan var. Vay çıkılıp gitti. Hem çıkılmagan abi. Hem çıkılıp gitti. Manda gap. Yolgan gapni qilib yolgancha telefonni bermaydi. U qildi bu qildi beklep ketdinglar. Bu adaş aldıraş. Nurg'u ya beryapti ko'zimiz ko'radi. Mana bilgan telefonni ekepti. Ma bagini ko'ranglarjima. Bu lazım emasdi. Lazım emas deb oldiga qilindi deb ekansiz sen. Ekipdan aq maydonda. Bana bir ko'raversin. Egelar. Anandaki ma mende so'rab kelganlar. Telefonni berdimi deganlar. Telefonni berdi mana. Endi menga telefonga qilmanglar, mendimi so'rab bermanglar. Bu Dilshatlar ikkimiz kichik bola og'aynilar. Bu telefonni bermisizmi? Men bu og'ayimni qapilmayman. Mush hammamiz yig'ib kelsak maqsad shu o'chun, g'or suyini, mush gaz yangi chiqqan gaz suyini qo'llash, shunami? Ishki maqsadim shu og'aynimni qo'llash. Hargiz bu telefonni berib qolarmikin degan maqsad yo'q. Mana degan berdi. Acha telefon ko'rsatdi. Acha. Emde manda. Yalaqqa jiqballa telefonni del vaqtida apirib bermadinglar, u bu deb qoldi. Yalaq bir telefonni apirib bergili men 8-9 edimni agashtirib ishxonni tashlab qo'yib berishga raskab qilsa gun ko'tarmaydi ekan. Men qanday olsun cho'qim boraman qishiga. Endi to'g'ri tushuninglar, men ko'ydidin sepiray desam gapni uchiq davrimiz. Men tashviqotga ehtiyojim bo'lg'achqa men berib qo'ldi uchiq shu. Ha, endi men uchiq deyatmasak bo'lmaydi, xalq olamiga bildirish men berganimni. Çünkü ben musabaqani o'rinlashtirdim, berganimizni bildirish. O ko'ydidin sepiraversak-mi bo'ladi, lekin bizga tashviqotga ehtiyojimiz bor. Gapning uchiqi. Shunga sal keyingi surilib ketib qoldi, lekin shundan to'g'ri tushuninglar. Yo'q, to'g'ri tushunamazlar. Ma qo'ylanglar billah, ma bu shishini almashtiribdi, ma buda oqirib ketadigan ish yo'q. Ta'min nayt o'zgacha mafiniki shu ishsanglar ko'nab qolsa, uni bayon ma bir til gazir suyini chiqitib qoldim, oldida chiqilmadi, ikkinchi qildi. Mani ossanglar bir xil gazir ta'min buraydi ekan, nayt yaxshi ichimlikkan. İş piqinglar do'stlar. Yikocha Osmonjon. Keyin ulabdan baq o'rni yikochi. Al yikocha qila. Alaydigan turamsan ya. Voy jalla. Manda gap. Birinchidan Dilshat og'aynimga shaxsan men qoyil. Nurg'ullarimiz tutildik. Nurg'ullarimiz kendi g'ayratini qildik. Nurg'ullarimiz mush bir ko'klab ketami. Mush pul tep ketami deb shundami? Tutlab ketdinglar. Şu düşmanın aldıdan muş ağaynım ta hazır kağıtçı. Algın mağazman oldu ki her şeyin qanbını. Muş bir qismlar Dilshat o bu dedinglar sizlar ma Dilshat degan balani o'ylamanglar. Muş Dilshat degan bala beqivatgan, ishiltayotgan xizmatchini o'ylanglar. Ash xizmatchilar qanchalik boyini beqivatadi, necha balani beqivatadi. Ashning turmushini o'ylanglar. Mush balani qo'llayamsanglar, bir chapib etmanglar. Bu bala qanday qilamiz jiqtib deb, ha? Bu bala jiqilsa sizga nima foydasi bor? Bu balla kolda hiç bulmagan 50 gidem işleydi. 50 gidem bunun öyde 3 tane bulup kalsa 150 gidem müşterilerin müşninki pulu kaydaklar. Sizler müş balını akte kökte davasanlar hem de babalı koldaki edem kandak kıldı. Hani oylap kıldı. Lekin tavsiyarim ma o'chonniki ma gazet termosini ichib biqinglar. Rast gap. Hezopdimi? Yarmay qasdlanglar meni. Ma vali qiyabi telefon berganlik uchun degan maqtash emas. Men hozir ichdim. Shaxsan menga bek yarada ma bu. Ichimdagi ichibda mana tursa bekmizlik gazı ne olur ki? Lekin sizga yaraydi. Adam ha telefonni siz ishiltavamizlar, yengimizga beramizlar. To'qash qon. Bilash qizat. Ta'sirating so'z bersa, bunaqana. Endi ta'siratim. Hammani sil deb bo'ldi oldimda. Bermayli qo'y telefonni. Bermayman. Uy, men o'zim kutib berdim qo'y. O'zi ason endi buda. Men bo'lmasa uftalam talab baqa. Ikkisini yikochi qilib buda ason. To'g'ri deyishgan bular. Telefonni men to'qa chiqarish uchun chidab tutdim deb aytdim, shu gapni qilgan, shu sababdan va'dasiga men qilib telefonni to'qa chiqarib berdi, ilolmaydi ha do'stlar. Azab shiltime. Hammalarimizga hammanglar ko'pdan ko'p rahmat qarindoshlar. Ko'ringlar, o Jonninki suyi yangi chiqdi, ichib biqinglar, hammanglarga tavsiya, rahmat. Rahmat.